Surxondaryodan keldim. Mana shu Go'zalim o'quv markaziga. Muqayyatpaga shogird tushdim. Alhamdulillah ajrashmabman va hijomada ham davom etyapman. Alloh rozi bo'lsin ustozimizdan. Hamisha sog' salomat bo'lsinlar. Rahmat ustoz. Assalomu alaykum aziz opa-singillar. Men Sirdaryo viloyatidan Toshkent shahri Uchtepa tuman Istirohat mahallasidagi Go'zalim o'quv markazida 2 oy o'qib chiqdim. Bu yerda bizda ustozimiz Muhayyo Abdullayeva hijoma va zuluk muolajalari va ajoyib shifobaxsh nuqtalarini o'qitdilar. Ular bizga juda zo'r bilim berdilar. Mana 2 oyda 2 ta sertifikat, 1 ta qizil diplomga erishdim. Aziz singiljonlarim, sizlarni ham mana shu Go'zalim o'quv markazida o'qishlaringizni taklif etaman. Bugun Go'zalim o'quv markazini igna-terapiya master-klass darslarini 2 ta o'quvchimiz Ellikqal'a tumani Qoraqalpog'iston avtonom respublikasidan kelib bitirishdi. Ularga kelajakda baxt, omad tilayman. Katta igna-terapiya bo'lishlarida men hozir kichkinagina debochani o'qitib berdim va ularga kelajakda qo'llaridan hamma shifo topishligini, kasal bolalarni oyoqqa turg'izishligiga sabab bo'lishlarini tilab qolaman. Meni birinchi o'quvchim, ko'p o'qishlarda o'zim onlayn ravishda ko'rib kuzatib yurgan qizim Salima Dilfuza Quranbayevani chaqiraman. Sizga ham